Marjon. Sojida sizlarning institutga tayyorlov kursiga o'qishga borayotgan ekan. Seni xabaring bormi? Yo'q, menga aytgani yo'q. O'zim ham bugun bildim. Oyim etib qoldilar. Xo'p, shuni Sojidani o'zi bilan gaplashmadingizmi? Singlim o'qiyapsanmi? Nima bo'lyapti, qanaqa ketyapti deb. Ertaga bir gaplashmoqchiman. U qiz juda ham bebosh bo'lib ketyapti. Men akasiman, lekin menga bir og'iz aytmaydi. Men dushmanmanmi? Ha endi aytmoqchidir-da. Qayda? Oyim ham aking bilan bir og'iz maslahatlashaylik demaydi-da. Sojidani Tolib bilan yurganini aytaymikan-a? Yo'q, nima deb aytaman? Tag'in sen avvalgi sevgilingni rashk qilyapsanmi deb o'ylab qolmasin. Aytmayman. Hech qachon aytmayman. Xullas, men buningni to'g'rilamadim. Voy, bitta shuni ochamadingizmi? O'zing to'g'rilab ol. Hali ham shunaqa qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yeta oldingmi? Rahmat. Yaxshi. Tushli payti kelgandim. O'shanda yozgandim. Endi ko'rdingizmi? Uzr azizam. Imtihonga tayyorgarliklar boshlangandi. Shunga bantadim. Endi 3 kun darsim yo'q. Ko'rishmaymizmi? Buni gapi ham tugamaydi-ya. Shunaqa ham bezbet qiz bo'ladimi? Mayli. Endi mana shu ahmoqqa ko'nim qoldi-da. Men Marjonani boplab dodadan beray. Ana undan keyin kavushini to'g'rilayman buni. Xullas Sojida. Ha, nimasini aytasan? Bo'pti, mayli, gaplashamiz. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Voy, Iya. opa, assalomu alaykum. Voy, Yaxshimisiz? Qumrxon. Va alaykum assalom. Maslahatchi singiljonim bormisiz? Borman. Yangilik bormi? Ay, Qumrxon, baraka toping. Iloyim bolalaringiz rohatini ko'ring. Ana siz aytgan oqchoy shap bor-ku, ish berdi. Ey, endi ana megajin Tamira bor-ku, bitta o'zi uyda qolgani qo'rqib qololmay ham qoldi. Ey, Alloh kelyapti. Xo'plabsiz. Arvoh kelyapti deb oldimdan jilmaydi. Men vaqtdan foydalanib, hamma ishlarni qildirib, kofe ichib o'tiribman. Zo'r bo'pti. Ajoyib bo'lsin. Xizmatkor bo'lib qoldi. Endi mazza qilib yashang, opa. Voy, hey, erim. Kelinni ko'rib, mabodo tomi ketganlardan emasmi deydi. Hamma hayron. Endi bemalol jinnixonaga topshirasiz. Qumrxon, qanaqa qilib nima deb topshiraman? Voy, ha nima? Aqli hushi joyida emas. Bir nimalar ko'zga ko'rinadi, deysiz? Ha? Ha, keyin haqiqatdan ham alvastimi, arvohmi divorsiz bo'ldi. Qaltirab qolyapti. Menga qarang. Ish qilib rostdan ham jinni bo'lib qolmadimi? Ha? Qo'yavering, jinni bo'lib o'lib ketmaydimi? Ey, endi-chi, xizmatimni qilib uyda chuvrini bo'lib yursa bo'ldi. Mayli. Unda yaxshi. Indamang. Bir kun o'ziga kelib qoladi, ko'rasiz. Indamayman. Indab zarilmi? Menga qarang. Ey, opa, agar yana u bu maslahat kerak bo'lsa, Aytaman. Sizsiz hayot bormi? Ey, uyingizga o'taman. Biror kun tilla magazinga boramiz. Esimda turibdi. Bo'ldi. Xo'p, yaxshi qoling. Mayli. Ay, Norgul. Jinni bo'lsa ham xizmatimni qilsa bo'ldimish. Sojida. Bunga kimdir gap o'rgatyapti-da. Buchi, bunchalik o'zgarib ketishi mumkin emas. Kim ham unga gap o'rgatardi, oyi? O'zi onasinikiga ketib qolgandan beri dono xotin bo'lib qaytib kelgan bo'lsa. To'g'ri. O'shandachi onasini uydan bezbet bo'lib qaytib kelganini sezgandek bo'lgandim. Demak, suyukli keliningiz qizini rosa pishiribdi-da? Xavotir olma qizim. Nimadir bo'lsa, o'sha tilxatni ishga solasan degan. Men ham shuni o'ylayapman-da, o'zichi. O'sha akang yozib bergan shu tilxat boshga balo bo'ldi. Shuda, oyijon. Shuchi, akangga notarius orqali tilxat yozdirib olish fikri ham mana shu pismiq kennoyindan chiqqan. Ilon.
Hali sen qizingni men bilan olishgani jangga yubording tayyorlab. Ko'ramiz. Qanchaga chidarkan bu qizingni bardoshi. Men shunday o'yin qilayki, o'zing o'ylab topgan shu fitnaga o'zing o'ralashib qolgin. Yashang oyijon, yashang. Menga qara, yig'ishtir shu telefoningni. Xo'p. Yur. Kelin uyga kirib, hamma joyini tortmalarigacha birma-bir qarab chiqaylik. O'sha xatni topishimiz kerak. Topib o'sha xatni burda qilib, yirtib, kuydirorasanmi, yoqib kul qilaman. Qani yur. Qani tez bo'l, yeb qolmasin. Mayli, yaxshi boring, Qamariddinjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men kelmoqchi emasdim. Qumri meni xolajonimga qo'ymadi. Biz qaramasak kim qaraydi deb, shunga Meni kechiring Ovsin. U kuni siz bilan mullakamni xafa qilib qo'ydim. Hammasi charchatib yubordi. Rost akamiga alamimni kimdan, nimadan olishni bilmay qolgandim. Shu kuyga tushganimdan ko'ra o'lib ketganim yaxshi edi Ovsin. unaqa demang. Bu ham bir sinovdir. Erimga necha yil qaradim. Shu sinov yetmasmidi? Qayoqdan bilasiz? Har bitta insonni boshida sinov bor. Xudodan shifo so'rang, sabr so'rang. Mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyoqqa turib ketasiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Mullakam bilan sizga ham rahmat. Kecha Marjonani yuboribsizlar. Keldi, mazlar surdi, massaj qildi, baraka topsin. Ilohim katta shifokor bo'lsin. Ilohim shunday bo'lsin. Bo'ladi ham. Biram qo'li yengil, ko'rasiz, zo'r shifokor bo'ladi. Nasib, aytganingiz kelsin. Ha, choy ichdingizmi? Qorningiz to'qmi? Ha, Habibul akam choy ichirib ketgandilar ko'chaga. Tushlikka kelaman degandilar. Bo'ldi. Unda men qozonga bir ovqat osaman. Tushlikka qaynim kelsalar, birgalashib yeysizlar. Yo'q. Yaxshisi siz ko'proq ovqat qiling. Tushlikka ham, kechga ham yetsin. Sizga hech narsa kerak emasmi hozir? Yo'q. Hozircha kerak emas. Mayli. Agar bir nima kerak bo'lib qolsa aytarsiz. Men ovqatimni boshlay, mayli. Mayli. Xumrini o'zi kelsa bo'lardi-yu. Assalomu alaykum Adolat opa. Adolat opa. Qayoqqa shoshib ketyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yuribman yelib yugurib. Yaxshi. Yugurib qayoqqa ketyapsiz opa? Katta o'g'lim yangi do'konni ochibdi. Shunga uyda kichkinagina bir ehson dasturxon yozibdi. Aka-uka, opa-singillarni hammani yig'ayotgan ekan. Baraka topsin. Baraka topsin bola. Ha, shunga sekin boryapman-da. Yaxshi. O'g'lingiz omadini bersin. Aytganingiz. Anu, Habibullaki ham bitta dasturxon yozsa bo'lardi, ha? Ehson qilib. Kelin, xotini to'shayda yotgan bo'lsa, qanaqa qilib dasturxon yozsin?